Bor yo'g'i 1800 dollarga Matiz avtomobili sizga kerakmi? Kerak bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bo'lib ham mana bunaqa eksklyuzivniy chiroyli ranglarda Matiz avtomobilimiz, mashinaning texnik holati umuman zo'r holatda, hech qanaqa texnik ishi yo'q, faqat kuzovida ishi bor. Demak do'stlar, mashina 2006-yilda ishlab chiqarilgan MX 3 talik Lux konditsioner komplektatsiyada. Bosib o'tgan masofasi noma'lum, chunki sababi tablo alishgan mashinada. Bu mashinamiz deyarli 20 yildan beri faqat benzin yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, taqib yechilmagan, texnik holatlarga egasi yaqinda qarab qo'ygan, motor, ходовой, korobkada hech qanaqa ishi yo'q, даже konditsionerlarigacha ishlab turibdi mashinani. Saloniga keladigan bo'lsak, 20 yillik mashina uchun yaxshi holat hisoblanadi. Bu endi chexollar sal eskiroq, lekin sideniyalar cho'kib qolmagan, rul holatlari yaxshi turibdi. Yaxshi magnitofon o'rnatilgan. Patologlari ham jana qorayib ketmagan, yomon bo'lib ketmagan, hidlanib ketmagan, akkuratniroq salon. Mashinamizning kuzov qismida kraskalari bor. Endi 20 yilda nima xohlaysizlar, endi kraska bo'ladi-da, lekin suyaklari absolyutno butun, tomida kraska yo'q. Xo'p, motorning otseklari zavod holati turibdi, mana. Kraska tegmagan, usilitlari radnoy turibdi, lonjirollar but-butun, konditsioner freonlari bilan ishlaydi. Motorida hech qanaqa ishi yo'q. Orqa qismlari ham mana panel deyiladi. Panellar zavodskoy holatda turibdi, g'ijim bo'lmagan, alishmagan, tog'oralari but-butun. Keyin rul kolonkalar qo'yib qo'yilgan. Stoykalari ham zavodskoy holatda turibdi, but-butun. Xullas, suyagi mashinani absolyutno butun, kraskasi bor, yana sepiladigan joylari bor, faqat shu kuzovida ishi bor. Texnik umuman texnik hech qanaqa ishi yo'q. Narxi bor yo'g'i 1800 dollar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi, hech qanaqa variant yo'q. Telefon raqamlarini video opisiyaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Videoni arzonchi Matiz qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Ma'qul topsanglar, bitta layklardan o'rgilib ketsin.